Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Bir qism. Tabriklayman, siz homiladormiz, deganda dunyo kozim ongida aylana boshladi. Derazadan tushayotgan oq yorug'lik chorsiqqa bolinib ketdi va men polga chokib hushimni yo'qotdim. Ismim Zaynab. 6-15 ga kirganimda kampir deyishadi. Men esa og'zimni hamon ipak ro'molimni bir harakatda tugib oladigan, tandir oldida ilgari qanday o'ynab turgan bo'lsam, shunday tirishqoq ayol his qilaman. Ammo bir gap bor edi, 20 yil to'liq 20 yil davomida qornimda jon paydo bo'lmadi. Avvaliga nasib dedik, so'ng shifoga yetamiz, deb shahar shifokorlarini ayladik, keyin esa shunaqasi ham bor ekanda, deb ko'nikdik. Bu orada erim Norqobil aka chol deb qo'yishadi ham sukutni tanladi. U biror marta ko'z o'ngimda nolimadi, lekin kechalari yostiqning uchini ushlab uzoq uf tortishini men eshitardim. Shu yil bahor so'ngida bo'ldi. Tomorqada qovun ko'chatlarini ko'chirayotganimda boshim qattiq aylanib, yuragim tez urib ketdi. Dilbar qo'shnim, tanaffus qiling, opajon, dedi. Bir oz shakarli choy iching. Ertasi yana shunday bo'ldi. Keyin oyim kechikdi. Men buni ro'molimning tugunlariga sanab yurgan bo'lsam ham, bu yoshda bo'lishi deb ko'nglimga sigdirolmadim. Biroz uyaldim ham. Ammo Dilbar qat'iy turdi, poliklinikaga boramiz. Doktorning tabriklayman degani bilan hushim yo'qolganini aytdim. Kozimni ochsam, shu qadar tiniq hidi bor shifoxona paxtasi yuzimga tegib turibdi. Dilbar suv tutdi, Norqobil aka esa peshonamga qo'l qo'ygandi. U ko'z yoshini yashirmay, Xudoga shukr, Zaynab, eshitdingmi? Eshitdingmi deb takrorlayapti. Men esa shoshgancha o'tirib, doktor, adashmadingizmi, deb yubordim. Shifokor yoshgina, ko'zoynak taqqan, sovuqdek xotirjam ayol edi. Tahlillar ijobiy, ultratovushni shaharga borib aniq qilib kelamiz, dedi. Yoshingiz hisobga olinsa, nazorat qattiq bo'ladi. Lekin hozircha ko'rsatkichlar homiladorlikka ishora. Dilbar mening qo'limni siqdi. Norqobil esa xuddi ertakdagi boladek kulib yubordi. Ogil bo'ladi, dedi birdan. Kecha tunda o'ng tomondagi yulduzlar bir-biriga qadalib turgandi. Otam aytardi, shunday tunda berilgan xushxabar, ogil nishonasi. Men labimni tishladim. Bo'pti, aka, sevinaylik, dedim, ammo ichimda qo'rquv ko'tarildi. 20 yil degan gapni odamlar qanday qabul qiladi? Aholi g'iybatchan, kampir bo'lib homilador bo'ldimi, deyishlari muqarrar. Har bir nigoh pichoq, har bir so'z tikon. Uyga qaytganimizda hovliga birinchi bo'lib odatdagi galagovur bilan Odilbek, Norqobilning katta o'g'li, kirib keldi. U garoyib vazmin, ko'zlari doim nimanidir tekshiradi. Otajon, nima gap, dedi. Norqobil ulkan xushxabarni uni quchib turib aytdi. Odilbekning yuzida turfa hissiyotlar almashdi, hayrat, ishonchsizlik, so'ng sovuqqina tabassum. Qiziq, dedi u, qishloq odamiga shunaqa hayratlar yoqadi, lekin shaharga olib borib ko'rsatish kerak. Ehtiyot bo'laylik. Kelin Hadicha kimyoviy o'tkir iforli attorini puflab yurgancha, toy, deb tashqariga chiqib ketdi. U g'iybatni ham toy deb biladi. Shu kunning o'zida Odilbek mashinasini haydab hammani shaharga olib ketdi. Shahar klinikasining qabulxonasida hidi shirin, lekin sovuq. Doktor, bitta katta yoshli, mo'ylovi ingichka, devordagi sertifikatlariga o'xshash tartibli odam ultratovush apparatini yonimizga sudrab keldi. Qornimga salqin gel surtildi, ekran qora ranglarda to'lqinlanib turdi. Bitta mayin nuqta paydo bo'ldi, so'ng chiziqlar. Doktorning yil ko'rgan odamday sokin, homila kichik, lekin bor, dedi. Norqobil baland ovozda ogil sozini yana aytdi. Doktor yelka qisdi, hali barvaqt. Shoshmang. Ammo yurak urishi bor. Ekrandagi dub-dub tovush xonani to'ldirdi. Men esa butun tanam bilan eshitdim. Bu tovush mening hayotimga qaytgan oshkora mo'jiza kabi jarangladi. Shu kayfiyatda uyga qaytdik. Ammo quvonch bilan birga uyimizga shubha ham kirdi. Kechga yaqin qo'shnilar birin-ketin otib, Alloh baxtini bersin, deyishdi, ortidan pichirlashdi, yoshi kelib qolgandiku.
Shifokor adashgan bo'lsa-chi? Yoki aytib bo'lmaydi. Hovliga kirayotgan har kim nigohini men emas, Norqobilga qadadi. Bujur chol, barakalla. U esa ogil bo'ladi deb takrorlayverdi. Ammo eng ogir nigoh Odilbekniki edi. U ichkariga bir ozi kirib, stolga papiros qutisini qo'ydi. Zaynab opa, dedi u ehtiyotkor, ammo qattiq tovushda. Bu ishni ko'zdan kechiramiz. Shaharning eng zo'r laboratoriyasiga yana tahlil topshirasiz. Hamma narsa shaffof bo'lsin. Otam, soddadil odam, sevinchga tez ishonadi. Men uning Zaynab opa deyishi ortidagi masofani aniq sezdim. U men uchun ona emas, xotin. Mening yillik og'riqlarim esa unga dalil emas, faqat kuzatuv obyekti. Keyingi 2 kun ichida 3 xil laboratoriyaga borib qon topshirdim. Har bir flakon ustiga familiyam, yilim yozildi. Har marta qo'limda yara ochilganday bo'ldi. Ertalab Dilbar qo'shnim kelib, qo'limga issiq oshqovoq sho'rva olib keldi. Quvvat, dedi. Norqobil bozorga chiqib, xuddi uylangandagi kabi chiroyli ro'mol olib keldi. U ro'molning chetida qora ip bilan sabr sozi tikilganini ko'rib, ko'nglim bo'shashdi. 3-chi kuni kechqurun Odilbek shoshilinch kirib keldi. Natijalar ertaga chiqadi, dedi. Men o'zim olib kelaman. Ovozida g'ayrioddiy shoshma-shosharlik bor edi. Shundan keyin u chiqib ketdi. Men esa ichimni bosolmay darvoza yoniga o'tirdim. Havo qishloqning ko'k isiga to'la, olisdan poyezd ovozi eshitiladi. Xudo, dedim ichimdan, agar bu rost bo'lsa, men bunga tayyormanmi? Kecha yarimdan o'tganda Norqobil yonimga kelib, pichirlab gapira boshladi. Men bugun tush ko'rdim. Otam kelib, yana o'sha yulduzli osmonga ishora qildi. O'ng tomonni ko'r, dedi. Men qarasam, o'ng tomonda bir daraxt dastidan salla bog'langan. U sallaning o'rtasida kichkina halqa yiltiraydi. Halqa aql uzuki. Ogil bo'ladi, ismi Aqlboy, dedi. U kuldi. Men ham kuldim, lekin ichim qattiq sanchdi. Aqlboy, bu hazil, ammo umid ham. Ertasi kuni tushdan keyin Odilbek qo'ng'iroq qilib, kelinglar, shahar markazidagi shifoxona yoniga, dedi. U yerga borganimizda u bizni kichkina xonaga olib kirdi. Stol ustida konvertlar. Mana, dedi u, 3 laboratoriya natijasi. Men qo'rqib ketdim. Norqobil menga qaradi. O'qigin, dedi. Birinchi konvertda ijobiy. Ikkinchisi osish bor. Uchinchisi tasdiq. Odilbek yuzida hech qanday mimikasiz, demak homiladorlik. So'ng stulga chokib chuqur nafas oldi. Rahmat, dedi, lekin rahmatning ohangi galati, go'yo og'ir yuk yelkasidan qochmaganday. Shu payt xonaga yana bir odam kirib keldi, qo'lida mayda qora quti, fle. U Norqobilning kaftiga ohista tutqazdi. Bu sizga mo'ljallangan ekan, dedi va yo'qoldi. Kimligini anglab ham ulgurmadik. Odilbek darrov kim berdi, deb yugurdi, ammo odam izsiz g'oyib bo'ldi. Uyga qaytgach, bu vodiyda hech kimda bo'lmaydigan kompyuter deb eski, ammo ishlaydigan noutbukni Dilbar olib keldi. Ko'rib olaylik, dedi. Qorong'u xonada ekran ko'k tusga kirganda nafaslarimiz tejam bo'ldi. Flekada bitta video. Nomlanishi yo'q. Ochildi, deb pichirladi Dilbar. Ekranda laboratoriya ko'rindi. Stollar, flakonlar, yonma-yon kompyuter, deraza pardasiga tushgan quyosh dogi. Kamera burchakka yashiringan, ovoz yozadi. Kadrga bitta ayol oq xalatda, ikkinchi tomondan esa uzun bo'yli erkak kiradi. Erkakning qo'lida konvert. U stolda turgan 2 flakonni ko'rsatib shivirlaydi. Mana bularning markirovkasi almashsin. Zesi degani oz holicha qolsin, lekin natija biz aytgandek yozilsin. Xolasi uchun muhim. Xalatli ayol bu xavfli, deydi. Erkak konvertni stolga qo'yadi, og'ir bosim bilan sen faqat yoz. So'ng kameraga orqa o'giradi, ammo ko'ylak yoqasidagi kichkina belgisi ko'rinib qoladi, yarim oy shaklidagi kulrang nishon. Dilbar astagfirulloh, dedi. Norqobil stul suyanchigiga asta yiqilib tushdi.
Men esa ekran tomon cho'zildim. Flakonlarning biri haqiqatan Zaynab Sattorova, mening ism-sharifim. Ikkinchi flakon. Xadicha kelinmikan? Yo boshqa kim? Video davomida ayol flakonlarni o'rniga qo'ydi, kompyuterga nimadir terdi, sahifani chop etdi. Ekranda chiroq so'ndi, video tugadi. Uchovimiz jim bo'lib qoldik. Tashqaridan qor parchasining derazaga inglashi eshitiladi. Menda esa bir savol yashin tezligida otdi. Bu nimaning dalili? Meni kimdir qasddan homilador qilyaptimi? Yoki aksincha, boshqa birovning natijasini menga yozmoqdami? Norqobil sekin men tomon qaradi. Nigohi shafqatsiz emas, ammo titroqli. Zaynab, dedi u ovozi pastdan kelib. Bu nima o'zi? Buni kim qilmoqda? Oglimmi? O'sha payt darvoza taraqlab ochildi. Odilbek hovliga kirib keldi, orqasidan Xadicha ham. Kelin qo'lidagi telefonni ko'tarib tishlarini qisirlatdi. Qiziqarli kino ekana, opa. Kim yozib berdi? Kim buni sizlarga yetkazdi? U ko'zini tikdi. Bilasizlarmi, yarim oy belgisini qayerda ko'rdim men? Bizning Odilbekning ofisdagi yangi hamkorlar yarimoq yordam jamg'armasi. O'sha yerda. Norqobil okliga qaradi. Odilbek esa xayol otib, hamon sovuqligicha turardi. Men ham endi bilib turibman, dedi u, kimdir laboratoriyaga kirib bizni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Ehtimol raqiblar. Ehtimol ichimizdan kimdir. Kim, dedim men. Odilbek menga oqraymadi, faqat derazadan tashqariga qaradi. Ertaga ertalab sizlarni boshqa shifoxonaga olib boraman, dedi u ohista. Ultratovushda hammasi chiqadi. Men boshimni qimirlatdim, ammo yuragim sim kabi tarang cho'zildi. Video, dedim pichirlab. U yo'qotmoqchi bo'lgan haqiqatni ochyaptimi, yo yangi yolg'on yasayaptimi? Norqobil ro'molimni tuzatdi. Erta ko'ramiz, dedi u. Kecha so'ngiga yetarkan, men deraza yonidagi o'rindiqqa o'tirdim. Qishloqning yulduzlari tikib qo'yganday qadalib turibdi. Qulog'imda hali hanuz ultratovushda dub-dub jaranglaydi. Men qornimga qo'l qo'ydim. Aqlboy, dedim ichimdan, agar sen bor bo'lsang, bizni ham bu bo'ronlardan olib ot. Ko'zimni yumsam, yarim oy belgisi ko'z oldimda ko'rinadi. U kimning nishoni? Nega hayotimizga yopishdi? Tong yorishganda darvozaga kimdir tuk-tuk qildi. Dilbar ochganida eshik oldida sochlariga oq tushgan katta ko'zli doktor turgan ekan. U hech gap demay Norqobilga qalin konvert uzatdi. Bu kecha ultratovushdagi yozuvning asl nusxasi, dedi. Kimdir sizning faylingizni kompyuterdan o'chirib yuborgan, men nusxasini olib qolgan edim. So'ng menga qarab jiddiy ohangda qo'shdi. Bu yozuvda bir galati narsa bor. Qanaqa, dedim men. Doktor konvertni stolga qo'ydi. Homilaning yonida kichkina halqa soyasi bor, dedi u pichirlab. Bunday narsa odatda ko'rinmaydi. Bu esa atay joylashtirilganda yoki sizlarning hayotingizdagi bir belgi bilan bog'liq. U halqa deganda men birdan Norqobil kechagi tushidagi salla halqasini esladim. Yuragim yana dub ketdi. Doktor davom etdi. Buning nima ekani aniq emas. Ammo biror kishi sizlarni kuzatyapti. Kim, deb savol bergan paytimda darvoza ortidan mashina signal berdi. Odilbek kelgan ekan. U jiddiy, rangi oqarib ketgan. Tez, dedi u, shaharga ketamiz. Bugun javob chiqadi. Men ro'molimni mahkam tutdim. 20 yil sukunatdan keyin boshlanayotgan bu yo'lning narigi tarafida nima bor, bilmasdim. Ammo bitta narsa aniq, men endi yuragimning tub-tubiga ishondim. Shubha esa konvertdagi video kabi qorong'ida miltillab turardi. Mashina darvozadan chiqib ketayotgan paytda uy devoriga tayanib turgan notanish bir yigit ko'zimga tashlandi. U labida mayin tabassum bilan chap ko'ksiga qo'l qo'ydi va past ovozda aytdi: "Ogil bo'ladi." Keyin yoqasidagi yarim oy belgisini ko'rsatib ko'zini qisdi. "Kim bu?" dedim hayratdan qotib. Norqobil rulda taranglashdi.
Odilbek derazadan ancha qaradi-da, buni men ham bilmoqchiman, dedi. Lekin avval shifoxona. Mashina shahar tomonga uchib borarkan, men o'zimga bir savol berdim. Homila meniki, lekin bu o'yin kimniki? Javob ertaga emas, bugun kerak edi. Chunki konvert ichidagi video yana bir marta ko'z oldimda jonlandi va ayol qoli flakonlarni almashtirayotgan lahzada ekran to'satdan to'xtab qoldi. Kadrda ko'ylak yoqasidagi yarim oy nishonining tagida mayda harflar ko'rinib turardi. YICH. Yarimoq yordam jamg'armasi. Kim ular? Nega men? Shu savollar bilan shahar tomon ketar ekanmiz. Telefonimda notanish raqam chaqirdi. Zaynab opa, dedi mayin ayol tovush. Sizni homilador qilgan mo'jiza rost. Lekin uning narxi bor. Agar bilmoqchi bo'lsangiz, eski stansiyaga yetib boring. Soat 7da. O'sha yerda sizga o'g'lingizning ismini aytaman. Qo'ng'iroq uzildi. Men muzlab qoldim. Norqobil kim deb so'raganida labimdan faqat bitta so'z chiqdi: o'g'il. Mashina tormoz bosdi. Barchamiz bir-birimizga qaradik. Endi men tanlov oldida edim: shifoxona yoki eski stansiya. Va shu yerda hikoyamning eshigi yana bir bora gijirlagancha ochildi. Ikki qism. Eski stansiyaga borish yoki klinikaga ketish, shu ikki yo'l orasida yuragim ikki parcha bo'lib turardi. Oxiri ichimdagi ovoz, avvalo haqiqatni eshit, dedi. Norqobil aka, dedim shoshilmasdan, klinikaga Odilbek bilan boravering. Men Dilbar bilan bir aylanib kelaman. Keyin o'sha yerda ko'rishamiz. Zaynab shubhalandi. Ko'zlari yumshoq, lekin gamli. O'zim bilan yuring. 1 soatgina, dedim qo'lini ushlab. Shundan keyin hammasi siz aytgandek bo'ladi. U bosh silkidi. Dilbar ko'zlari bilan boramiz deb ishora qildi. Odilbek telefoniga tikilgani. Mashina klinika tomon ketdi. Biz esa Niva degan eski mashinani olib stansiyaga burildik. Yomg'irdan keyingi shovullagan nam hidi, relslar orasidagi hol shamir-shamir. Stansiya odam siyrak, oynalari buk bosgan, devorida parvoz degan eski yozuvning harflari so'kilib tushgan. Chiptaxonaning yonida oq ro'mol o'ragan, tortko'z ko'zoynakli ayol turardi. Yelkasida ko'rinmasday, ammo qalqondek yalt etadigan kulrang yarim oy nishoni. U jilmaymadi. Zaynab opa, dedi aniq, to'g'ri ohangda. Men Sabina. Yarimoq yordam jamg'armasi vakiliman. Keling. Biz stansiya kafedagi chekka stolga o'tirdik. Choyning atir hidi bilan aralashgan ko'mir isini ichga olib o'tirgan joyim muzlab ketganday bo'ldi. Sabina sumkasidan 2ta papka chiqardi. Siz haqingizdagi mo'jiza bizga ancha oldin yetib kelgan, dedi. Jamg'arma o'nlab oilalarga yordam beradi. Sizlarni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat deganda ko'zoynagining yuqori chetidan menga tikildi. Hamkorlik shartlari bor, videoyozuvlar, intervyular, homiylar uchun minnatdorchilik, tibbiy protokollarni biz muvofiqlashtiramiz. Muvofiqlashtiramiz deganingiz nima? Dedim. Bu shunchaki tartib. Masalan, tahlillarni qaysi laboratoriyada topshirish, qaysi shifokor bilan ishlash, ijtimoiy tarmoqlarda qaysi so'zlarni ishlatish, u papkadagi bitta varaqni chertdi. Sizga hozir ham ko'z tikilgan. Videoyozuvdagi laboratoriya, dedim labim qurib. Flakon almashtirish. Bu ham sizning tartibmisiz? U bir zum jim qoldi. Qoshining cheti bir zarb bilan ko'tarildi. Sizga kim berdi o'sha videoni? Dedi. Qanday bo'lmasin, u kontekstsiz. Hatto soxta bo'lishi mumkin. Hozir texnologiya sozini chaynadi. Shunday qilsak, siz bu videoni biror joyga bermaysiz. Biz esa sizga eng yaxshi shifokorlarni, dori-darmonlarni bepul ta'minlaymiz. Bitta shart, har bir chiqishingizda yarimoqni tilga olasiz. Va u ovozini pasaytirdi. Homila yaxshi bo'lsa, ism tanlash marosimida hamkorlarimiz bo'ladi. Narx deganingiz shu ekanda, dedim sekin.
Haqiqatni hammasi ko'tarmaydi, dedi u, sizda yoshi katta homiladorlik. Odamlar gapiradi. Biz bo'lsak bu gaplarni ijobiy yo'naltiramiz. Dilbar tilini tiya olmadi. Sizlar natijalarni ham yo'naltirasizmi? Sabina jilmaydi. Jilmayishi muzday. Ba'zan odamlarni saqlab qolish uchun protokollarni moslashtirishga to'g'ri keladi. Bu jinoyat, dedim. Qo'rquv bilan gazab birga ko'tarildi. Men bola uchun duo so'rayman, siz bo'lsangiz odamlarning hayotini sahnaga aylantirasiz. Zaynab opa, dedi u ovozini yana muloyim qilib, sizlar allaqachon sahnadasiz. Qishlogingiz, qo'shnilar, o'g'lingiz, u ko'zoynakdan tepaga qarab qo'ydi. Yosh Odilbek bizning hamkorlar bilan qarzdorlik masalasini yopish uchun kelishuvga qo'l qo'ygan. U ham oson emas ahvolda. Odilbek. Ichim duv etdi. U otangizning obro'sini saqlab qolmoqchi, dedi Sabina. Mo'jiza qanchalik yorqin bo'lsa, qarz ham shunchalik tez yopiladi. Siz esa yutqazmaysiz, homiylik, dori, shifokorlar. Faqat jamg'arma nomi tilga olinadi. Aks holda, u barmog'ini ko'tarib, aks holda, yaqinlar, ingiz haqida ko'p savol paydo bo'ladi. Bunday yoshda qanday qilib? Halqa soyasi nima? Halolmi? Odamlar galati joyini tez topadi. Halqa soyasi nimani anglatadi? Dedim. Sabina ilk bor ko'zlarini yashirdi. Bu haqida doktor gapirsa yaxshi. Shu payt orqamdan tanish qo'l yelkamga tekkanday bo'ldi. Burildim, Norqobil. Nafasi tez, yuzida qahr emas, iztirob. U Dilbar orqali qayerdaligimizni bilib, ortimizdan yetib kelibdi. Zaynab, dedi u sokin, ammo qat'iy, bu aybni sotib olish kerak emas. Sabina ro'molini tuzatdi. Siz yaxshi odam ekansiz, Norqobil aka. Sizning ishingiz oilangizni saqlash. Qolganini biz hal qilamiz. Biz o'zimiz hal qilamiz, dedi Norqobil. U stol ustidagi papkani asta og'ziga tortib, ichkaridagi shartnomaga ko'z yugurtirdi, keyin qopqog'ini yopdi. Jamg'armanga bizning ismlar kerak, ammo bizga sizning soyangiz kerak emas. Sabina bir lahza sukut saqladi. So'ng tonini teskari kiygancha jilmaydi. Demak, tanlov qildingiz. Mayli. Qolganini vaqt ko'rsatadi. U o'rnidan turib, yarim oy nishonini deraza oynasiga bir soniya tekkizdi, go'yo iz qoldirganday, va chiqib ketdi. Men titragancha kursiga cho'kdim. Norqobil kaftimni ushladi. Klinika. Hozir. Hech kimni kutmaymiz. Klinika yo'lagida xlor hidi qalin. Koridorning bir chetida ko'k kreslo, bir chetida tinchlaning degan yozuvli plakat. Bizni o'sha oqsoch doktor kutib oldi. U papkani oldi, halqa soyasi tushgan videoni kompyuterga solib ko'rdi. Ekranda tanish oq-qora to'lqin, so'ng kichik yurak urashi. Yonida chindan ham nozik, yumaloq halqaga o'xshash soya jilvalanardi. Bu nima bo'lishi mumkin? Dedim. Doktor bir nafas tin olib javob berdi. Ikki ehtimol, yoki eski spiral ning qoldiga yoki tasvirga suv belgisi qo'yilgan. Lekin men ko'rishimcha bu haqiqiy soya. U menga sinchiklab qaradi. Siz ko'p yillar avval halqa taqmaganmidingiz? 20 yil avval. Yodimga bir parcha kadrlardek keldi. Shaharda ishlaganimda poliklinikadagi hamshira bola ko'rmaguncha himoya bo'lsin deb ingichka misrangli spiralni qo'ygan edi. Keyin men uni chiqarishga qaytib bormadim. O'sha paytlar hayotim govur, muammolar, qayta turmush. Va unutgandirman. Qornimda muz erigandek bo'ldi. Ehtimol, dedim hijolat bilan. Doktor vazmin bosh irgadi. Demak, homila spiral bilan yuzma-yuz turibdi. Bunisi xatarli, lekin imkonsiz emas. Buni mutaxassis amaliyot bilan ehtiyot chiqaradi yoki joyini ma'lum muddat kuzatadi. Eng muhimi, siz endi hospitallik bo'lasiz. Bugunlayoq. Bolaga nima bo'ladi? Dedim.
Hozirgani ritm yaxshi. Lekin har bir kun qimmat. U uslubiy mermel qilgan chiziqcha bilan yurak urishini ko'rsatdi. Qarang, bu bolakay kurashayapti. Norqobil ko'zlarini yumdi. Lablarida duo. Shu vaqtda eshik taraqlab ochildi. Odilbek kirib keldi. Rangi oqargan, qo'llari musht. U doktorni qunt bilan tingladi, so'ng menga tik qaradi. Men tan oldim, dedi. Jamg'arma bilan kelishuvga men qo'l qo'yganman. Bizning firmaga kredit bermasdan oldin imij loyihasi qilmoqchi bo'lishdi. Mo'jiza onalar degan kompaniya. Men ularning bosimida qoldim. Sizlarning tahlillaringizni ularning laboratoriyasiga topshirishni majbur qilishdi. Men faqat u bo'gilib qoldi. Men sizni himoya qilolmadim. Norqobil uni to'xtatdi. Shundoq bo'lsa ham kech emas. Endi to'g'risini qilamiz. Odilbek bosh egdi. Uning qiyofasidan yillar ogirligi tushib ketgandek bo'ldi. Hali ham vaqt bor, dedi doktor. Asl natijalar menda. Sun'iy muvofiqlashtirishlar yuridik masala. Biz bolani saqlab qolishga qaratamiz. Lekin u o'rnidan turdi, ovozini pastlatdi. Sizlarni hozir klinikadan olib chiqishga harakat qilishlari mumkin. Yarimoqning bu yerda ham tanishlari bor. Qanday qilib? Dedim. Eng oddiysi, papkalaringiz o'girlanadi yoki boshqa ism yozilgan ko'chirish varaqasi keladi. Shu bois sizlarni 3-qavatdagi tekshiruv 2 bo'limiga yashiramiz. Hujjatlar nusxasi diskda mendagi seyfda. Biz liftga yo'naldik. Lift ichida yodday hid bilan aralashgan sovuq temir hidi bor. Yuragim dub-dub. Norqobil kaftini yelkamga qo'ydi. Odilbek indamay yonimizda turdi. Dilbar qo'limdan siqib tutdi. 3-qavatda hushyor hamshira kutib oldi. Meni yotoqxonaga o'tkazib, qornimga sensor qo'ydi. Tinchlaning, dedi. Nafasni chuqur oling. Monitor dub-dub deb chalinayotganda ichkariga oppoq xalatli, ammo tanish qadamli bir ayol kirib keldi. U nigohini mendan qochirdi. Hamshiraga bosh shifokor chaqiryapti, dedi. Hamshira chiqdi. Ayol kechagi videodagi flakon almashtirgan xuddi o'sha hamshiraga o'xshardi. U ko'zoynagini tuzatib stolga yaqinlashdi. Ro'molimni ko'rib hushyor bo'ldim. Siz, dedim. U pichirladi. Men xato qildim. Meni majbur qilishgan. Lekin hozir bitta narsani aytish uchun keldim. Xalqar, bu faqat spiral emas. Bu jamg'armaning belgilash usuli. Ular ultratovush tizimiga suv belgisi qo'yadi. Butun loyihalari shu orqali kuzatiladi. Sizni ham ro'yxatga qo'shgan. U ko'ziga yosh oldi. Men papkalaringizni almashtirishga kelishmagandim. Lekin ular hozir yo'lga chiqishdi. Kimlar? Dedim. Yarimoqning kuzatuvchilari. U stolga usb tashladi. Unda tizimga kirish yozuvlari bor. Doktoringizga bering. Meni ko'rmagandek bo'ling. So'ng siniq tabassum bilan qo'shdi. Bolangiz uchun kurashing. U chiqib ketdi. Ortidan eshik ohista yopildi. Ko'nglimda qo'rquv bilan birga galati bir yengillik uyg'ondi. Demak, ichkaridan ham toza odamlar bor. Shu payt tashqarida hovur, lift oldida erkaklar ovozi. Tekshiruv 2 qayerda? Bosh shifokor buyruqlari bor. Hamshira yugurib kirdi. Eshikni ichkaridan qulflaymiz. Zudlik bilan davolash bo'limiga tushamiz. Zaynab opa, hushyorlik. Norqobil, men ham siz bilan, dedi. Odilbek telefonini o'chirib, kim qo'ng'iroq qilsa ham ochmanglar, deb ogohlantirdi. Biz koridor bo'ylab pastga tushdik. Doktor seyfdan disk oldi, uspni ham qo'shib konvertda yashirdi. Shu onda orqa eshik ochilib ketdi va ichkariga ko'ylak yoqasida yarim oy nishonli notanish yigit kirdi. Stansiyadagi o'sha yigit. Qadam tovushi sokin, ko'zlari sovuq. Zaynab opa, dedi u muloyim. Sizni boshqa klinikaga ko'chiraman.
Ruxsatnoma bor. U qo'lidagi sargaygan qog'ozni ko'tardi. Doktor qog'ozni ko'rdida bir qarashda soxtaligini payqadi. Bu hujjat bizda rasmiy ro'yxatda yo'q. Rostini aytaman, dedi yigit jilmayib, sizlar bilan oqibatda baribir hamkor bo'lamiz. O'yin cho'zilgani sari bola xavf ostida qoladi. Kelinglar. Norqobil oldinga chiqdi. Qadam ortga, bolam. Yigit yelkasini qisdi, ko'z bilan Guardga ishora qildi. Koridor boshidan yana 2 odam ko'rindi. Shunda Odilbek kutilmaganda ularning va yigitning orasiga o'tib oldi. Yetadi, dedi u titroq bilan. Men sizlarga qarzdorligim bo'lsa ham oilamni bermayman. Qarzing bor, dedi yigit sal bukchayib. Tolov ismlar. Otangizning dovruki. Bir intervyu, bir Tolov. Shu payt orqadan sirena yangradi, xavfsizlik xizmatining signali. Doktor avvaldan bosgan tugma ishladi. Klinikaga ichki qo'riqlash bo'limi kirdi. Yigitlar orqaga chekindi. Koridorning betida aralash tovushlar, qadamlar, buyruqlar. Men esa birdan qornimda qattiq tortishishni his etdim. Ko'z oldim qorongilashib, tizzalarim bo'shashdi. Zaynab. Norqobil meni ushlab qoldi. Hamshira kresloni keltirdi. Monitorning dup-dup tezlashdi. Doktor ko'zini menga qadadi. Hozir darhol kichik amaliyot qilamiz. Spiralni xavfsiz holatga keltirishimiz yoki chiqarib olishimiz shart. Aks holda xatar ortadi. Eringiz yoningizda qoladi. Boshqalar tashqarida kutadi. Doktor, dedim men, lablarim qurib. Bolam. Kurashamiz, dedi u qat'iyat bilan. Meni amaliyot xonasiga olib kirishdi. Yorug'lik ko'zga uradi, shaffof niqob ortida hamshiralarning ko'zlari porlaydi. Tana bagrim muzdek stolda, qulog'imda dup-dup. Norqobil qo'limni qo'ydi, peshonamni siladi. Men unga qaradim. U ham menga. Uning ko'zida duodan ham kuchliroq nimadir, ishonch. Eshik ortida esa galagovur hali to'xtamagan. Qo'riqchilar, yarimoq odamlari bilan alohida xonaga ketdi. Odilbek ko'rsatma berayapti. Dilbar telefon orqali prokuraturaga videoni yuboryapti. Hamma ovozlar uzoqlashib, bitta tinglovga aylangan. Yurakning tup-tupki. Doktor jarrohlik asbobini tayyorlab, menga qaramay, sokin, aniq ovozda dedi. Zaynab opa, chuqur nafas. Siz kuchlisiz. Men chuqur nafas oldim. Aqlboy deb pichirlab ko'zlarimni yumdim. Shu payt monitor yonidagilardan biri hayrat bilan dedi. Doktor ham yonboshladi. U ko'zlarimga qarab jilmaydimi, yo'qmi bilmadim, lekin ovozida quvonch bilan xavotir aralashardi. Yurak urishi mustahkam. Lekin halqa qimirlagan. Biz uni joyidan qochirmay, maxsus usul bilan mahkamlab qo'yamiz. Yordam beringlar. Asboblar shiqirladi, havo qilt etmay qoldi. Men duoni davom ettirdim. Bir damda tortishish pasaydi. Monitor tinchlandi. Bo'ldi, dedi doktor. Hozircha xavf bartaraf. Ammo siz bu yerdan ketmaysiz. Biz to'liq nazoratdamiz. Men yengil xo'sh dedim. Shunda eshik sekin ochildi. Hamshira pichirladi. Norqobil aka, tashqarida sizlarni bir odam so'rayapti. O'zini jamgarmaning emas, sizlarning qarindoshingiz, deydi. Ismi Shuhrat. Norqobil chap ko'ksini ushlab menga qaradi. Shuhrat, dedi u, meniki ukamning o'g'li. Eshik yana yopildi. Doktor yakuniy ko'rsatmalarni berdi. Men ko'zlarimni ochdim. Tana ichimda o'sha dup-dup o'g'ilning hayot jo'shqinligi hamon jaranglab turardi. Lekin hozir yana bir dup eshik ortidagi ism. Shuhrat. U kimning tomonida? Nega aynan hozir? Va nega uning ko'ksida ham yarim oy nishoni bormi-yo'qmi, tez orada bilamiz. Doktor, dedim, lablarim titrab. Meni Norqobilning qo'lidan ayirmang. U kirib tursin.
Albatta, dedi u, ammo tayyor turing, jamgarma, bu ishni qoyib yubormaydi. Biz ham qo'ymaymiz. Men bosh irgadim. Ko'zlarim shiftga qadalganda, plafonda nur oq libosda yoyildi. Unda yarim oy emas, to'liq oq yoritgich edi. Shu payt koridor bo'ylab qadam tovushi yaqinlashdi. Norqobil kirib, yuzida qo'rquv va qat'iyat bilan. Zaynab, dedi u past ovozda. Shuhrat yonida bitta odam bor, Sabina. Ular nima deyapti? Norqobil yutindi. O'g'lingizning ismini biz bilan birga e'lon qiling, deyapti. Shunda hammasi oson bo'ladi, deyapti. Men ko'zlarimni yumdim. Ichimdagi dub-dub yurakdan to'xtamayapti. Men esa birgina so'zni pichirlab aytdim. Yo'q. Norqobil boshini egdi. U ham shunday deb chiqadi. Eshik yana yopildi. Ammo bu yo'q urushning oxiri emas, boshidir. Chunki ko'p o'tmay hamshira yugurib kirib, qo'lidagi qog'ozni doktorga uzatdi. Doktor rangi oqarib ketdi. Bu, dedi u titroq bilan. Bu ko'chirish buyrug'ining davlat muhri bilan tasdiqlangani. Kimdir yuqorida bosgan. Norqobilning ko'zida chaqnash paydo bo'ldi. U qog'ozni stolga qo'ydi. Men bor ovozimni ichimda to'plab ayta oldim. Hech qayerga ketmaymiz. Doktor ham bosh irgadi. Hozir prokuror keladi. Usp men bilan. Koridordan uzoqda sirena yana yangradi. Vaqt chindan ham qisqarayotgan edi. Yarim oylar soyasi uzunlashdi. To'liq yorug'lik esa bir lahzaga sust tortdi. Men qo'limni qornimga qo'ydim. Aqlboy, dedim ichimdan, agar rost bo'lsang, otang kabi sabrli bo'l. Yurak esa dub-dub deb javob berdi. Va xuddi shu paytda eshik bir zarb bilan ochilib ketdi. Eshik bo'sagasida Shuhrat turardi. U yonida Sabina emas edi, u yolg'iz. Lekin uning yoqasida ham yarim oy nishoni bor edi. Ko'zida esa tanish ko'z yongini, u bizning uy devoriga suyanib turib ogil bo'ladi, degan yigitning nigohi. Amma, dedi u xotirjam. Men sizni olib chiqishga keldim. Bu yerda sizga joy yo'q. Qolganini yo'lda aytaman. Norqobil uning qarshisiga chiqdi. Qadam. Shuhrat jilmaydi. To'ga, men yomon niyat bilan kelmadim. Men sizlarni qutqaraman. Chunki yarimoqning ichida ham to'liq odamlar bor. Men shunda nafasimni ushlab qoldim, ichkaridagi to'liq. Kim u? Shuhrat rostdan ham bizning odammi yoki bu ham navbatdagi o'yinmi? U orqasiga qarab sekinroq dedi. Ammo tezlashishimiz kerak. Ular prokurorni ham ost tomonga og'dirishga urinyapti. Menimcha 3 daqiqa bor. 3 daqiqa. Doktor soatga qaradi. Norqobil menga. Men esa monitor oynasiga. Dub. Qanday qaror? Dedi Shuhrat. Men ko'zlarimdan yosh oqayotgandek his etdim, lekin ovozim tiniq chiqdi. Bolani shu yerda saqlaymiz. Biz ketmaymiz. Agar yordam bermoqchi bo'lsang, bu eshikdan kirib, ularni bu yerga yaqinlashtirma. Shuhrat bir soniya jim qoldi. So'ng nishonini yechib stol ustiga qo'ydi. Unda to'liq bo'lamiz, amma, dedi u, men ham. U koridorga chiqib ketdi. Eshik yopildi. Shu on ostonada yana nimadir garch-gurch qildi. Go'yo 3-chi eshik ham bor, biz ko'rmayotgan eshik. U nimaga ochiladi? Unga kim kalit? Ichkarida esa dub-dub davom etardi. Men ko'zlarimni yumdim. Hali oldinda ko'p yo'l bor edi. Ammo bugun men tanlov qildim, yarim emassiz, to'liq. Va shundan keyin tashqarida qattiq odim tovushlari yangradi, bir-biriga yaqinlashayotgan ikkita guruhning qadam tovushlari. 3 qism. Zinalar bo'ylab yaqinlashayotgan qadamlar, ikkita oqim. Bittasi yarim, bittasi to'liq. Men esa qo'limni qornimga qo'yib, yurakning dub-dub ini sanayapman. 3, 4, 5. Shuhrat eshik tashqarisida ovozini baland qilmasdan buyruq berdi.
Chap qanotdan kelayotganlarni pastdagi bo'limga yo'naltiring. Bu yer steril zona, dedi. Ruxsatsiz kirish taqiqlangan. Uning ovozi tinch, qat'iy. Yonverdan qaltirab turgan yarim oy nishonli yigitlar ham vaqtincha ikkilanib qoldi. Xavfsizlik bo'limi ham yetib kelgan, hamshira oqchiga o'xshab ro'yxat tutib olgan, navbatchi shifokorlar esa faqat urg'ochi bemorlar va erlari deb cheklov qo'yishmoqda. Norqobil kirib Kozimga qaradi. Zaynab, o'g'lingning tup-tup eshitilyaptimi? dedi. Men ham eshityapman. Men bosh irgadim. Shu quvvat menga yetdi. Bir necha daqiqadan so'ng eshik yonida prokuratura xodimlari ko'rindi. Oldida qattiq qo'l, ko'zlari o'tkir bir ayol, Saodat opa. U doktor bilan qo'l berib ko'rishdi, usb va diskni oldi, ko'z yugurtirdi-da. Bu yetarli, dedi qisqa. Ko'chirish buyrug'i soxta muhr bilan bosilgan. Muhr bo'yicha xizmat tekshiruvi ochamiz. Sizlar esa bemorni klinikadan chiqarish o'yini bilan shug'ullangan har qanday shaxsni shu zahotiyoq xonadan chiqarmaysizlar. Shu payt Sabina ham ko'rindi. U yelkasini tik tutgan, labida hammasini baribir hal qilamiz, degan kibor tabassum. Saodat opa unga qarab qo'ydi. Jamg'armangiz nomidan gapirasizmi? Biz xayriya bilan shug'ullanamiz, dedi Sabina sovuqqina. Mana bizning hamkorlik shartlarimiz. Homilador ayolni loyiha deb ataganingizning o'zi yetarli, dedi prokuror. Siz bilan keyinroq suhbatlashamiz. Hozir chiqib turing. Sabina kulrang yarim oyini barmoqlari bilan ohista silab qo'ydi-da, chetga chiqdi. U keta turib nigohi menda to'xtadi. Yana ko'rishamiz, degandek. Ichimda bir muz erib, ikkinchisi qotdi. Amaliyot xonasida vaqt toshday og'ir. Doktor mayda kamera bilan tekshirib, spiralning qadimgi oyoqchasi bemalol ko'rinishini aytdi. Qimirlatmaymiz, dedi u, joyini tikuv bilan mustahkamlaymiz, homila bilan masofa saqlaymiz. Keyin nazorat bilan olamiz. Xudo xohlasa hammasi bo'ladi. Men ko'zlarimni yummay turdim. Har bir asbobning shiqiri, hamshira rezina qo'lining shilq etishi, yorug' chiroq, havo oqimi, hammasi xotiraga kiritilayotganday edi. Norqobil peshonamni silab turdi. Zaynab, dedi u sekin, agar ogil bo'lsa ismini Aqlboy deymizmi? Sherday bo'ladi. Kulib yubordim. Sen tushda ko'rganingni o'tkazmoqchimisan? Tushlar bekorga kelmaydi, dedi u ko'zini yalt ettirib. Amaliyot tugagach, monitor ritmi tinch, silliq chizildi. Doktor yengil nafas oldi. Barqarorlashdi. Endi mutlaq tinchlik, nazorat, dori. Norqobil bismillah, dedi. Menga go'yo yangi ta'lim berilgandek bo'ldi. Og'riq izsiz ketmagan, lekin unga qarshi oz ovozim bor edi. Tashqarida yarim oy bilan toliqlar to'qnashuv ham tarozi topdi. Saodat opa qo'lidagi dalillarni ko'rsatib, klinika bosh shifokori oldida Sabina va uning yonidagilarni vaqtincha ichki xonaga olib kirib, protokol tuzdi. Shuhrat esa qo'riqchilar bilan bir safda turdi. Uning yoqasidagi yarim oy endi stol ustida yotardi. U ochiqchasiga, mendan shu bugun kechdi, dedi. Kechga yaqin Odilbek o'z xaltasidan qalin papka olib, Saodat opaga topshirdi. Jamg'arma bilan tuzilgan hamkorlik hujjatlari, dedi u qaltirab. Bank ko'chirmalari, imij loyihasi nomidagi to'lovlar. Men imzo qonini qaytarmoqchiman. Aybim bor, lekin bugundan keyin faqat to'g'ri yo'l. Saodat opa uni diqqat bilan tingladi. Sudga borasiz, guvohlik berasiz. O'zingiz ham javobgarlikdan qochmaysiz. Ammo hamkorlik yengillik beradi. So'ng menga qaradi. Siz bu paytgacha o'z jonini bergan ayolsiz. Endi davlat sizning yoningizda bo'ladi. Shu gapdan keyin ko'ksimni bosib, rahmat deyishdan boshqa kuchim qolmadi. Kechki payt palatada sokinlik o'rnashdi. Hushyorlik bo'limi navbatchi qo'yib ketdi. Yonimdagi stulda Norqobil uxlab qoldi, qo'lini qo'limdan ajratmay. Men shiftga qarab yotdim, unda aylana yorug'lik, toliq, chiroq turganida ko'nglim tinchiydi.
Yarim yillar soyasi ham bo'ladi, ammo to'liq nur bor joyda soya qisqaradi. Eshik engil tirq etdi. Kirdi-ketdi qilmay. Dilbar qoshni bosh suqdi. Zaynab, xushmisiz? Dedi pichirlab. Xushman, dedim jilmayib. U stolga bitta kichik tugun qoldirdi. Issiq qatlama, peshonasiga duosi yozilgan oq ro'molcha. Ertalab shifokorlar bilan gaplashdim, dedi. Boshqa u yerdan chochimaylik. Jamg'armaning yarim oylari bozorni olgan bo'lishi mumkin, lekin bu kasalxonaning har bir stolida odamning qoli bor, ko'ngli bor. O'sha ko'ngillarni uyg'otamiz. Dilbar chiqib ketdi. Ortidan palataga sokinlik yana kirib keldi. Oradan bir hafta o'tdi. Men klinikada hospitallik kunora o'tdi, tahlil, dori. Har safar monitor dup-dup deganda ko'nglimda ikki qanot ochiladi. Yarimoq yordam jamg'armasining nomi esa kun sayin yangiliklardan qora ro'yxatga aylanib borardi. Saodat opa jamoasi laboratoriyadagi yashirin kamera yozuvini ekspertizadan o'tkazib, haqiqiyligini tasdiqladi. Tibbiy axborot tizimiga yarim oysimon suv belgisi qo'shilganini it mutaxassislari aniqladi. Bir necha shifokor va hamshira bosim ostida ishlagani haqida ko'rsatma berdi. Sabina hibsga olindi. Uning qog'oz chamadonida jamg'arma loyihalarining reklama ssenariylari, mo'jiza onalarga yozdiriladigan matnlar, hatto tug'ruqdan keyingi sahna rejasi ham bor ekan. Oqib qalbim uvushdi. Insoniy baxt, og'riq, ichki duo, ularning ko'zida faqat kontent. Shuhrat esa tekshiruvlarga yordam berib, ichki aloqalarni ochib berdi. Ma'lum bo'lishicha, u jamg'armaga kredit bo'limidan kirib, tez orada ularning yomon ishlari ustiga chiqib qolgan, keyin esa butunlar Saodat opalar bilan yashirin hamkorlik qilgan. U mening devorga suyangancha ogil bo'ladi, degan paytim, meni tekshirib ko'rish emas, ishonaverdingmi yoki yo'qmi, degan sinov ekanini keyin tan oldi. Men kechirim so'ramayman, dedi u bir kuni. Chunki sizga ishongan kuni yelkamdan yuk tushdi. Endi to'liq bo'lib qoldim. Norqobil unga qo'l uzatdi. Yarim bilan yashagan yillar o'tib ketdi. Endi bizni to'la nurga chiqarishga yordam ber. Yozning oxirlarida meni uy sharoitida kuzatish rejimiga o'tkazishdi. Palatadan chiqayotganimda hamshiralardan biri qulog'imga pichirladi. Zaynab opa, o'sha yarim oyliklar sizni bolani brendga aylantira olmaganidan keyin homiylardan kelgan pulni boshqa loyihaga o'tkazib yuborgan. Sizga esa klinika jamg'armasi hisobidan bepul xizmat davom etadi. Odamlik hamon bor ekan. Uyga qaytgan kunimiz qishloq to'lib ketdi. Ayvonda yo'q bo'ldi, osh damlandi. Bolalar yugurdi, erkaklar kuldi. Ammo hech kim meni kampir deb atamadi. Ular ko'zlari bilan duoga keldi. Yuzlarida Allohning qudrati keng degan sodda iymon. Men har bir ko'z bilan alohida gaplashdim. Odilbek esa jimgina kelib tiz cho'kdi. Ona, dedi u, meni kechiring. Men sizni Zaynab opa deb sovutib qo'ygan kunlarim uchun. Jamg'armaga qo'l qo'ygan kunim uchun. Endi o'g'lim tugilgach men ham to'liq otaman. Yuragim yumshab ketdi. 20 yil ichidagi og'riq shu bir so'z onar bilan eritildi. Tur bolam, dedim. Qaytadan boshlaymiz. Tug'ruq kuni keldi. Osmonda bulutlar yengil, shamol hidi toza yomg'irni va'da qiladi. Meni tug'ruqxona bo'limiga olib kirganlarida qo'limdan Norqobil ushlab keldi. Shifokorlar chidamli, hamshira mehrli. Bir paytlar videolarda sahna qilmoqchi bo'lgan kameralar bu yerda yo'q, faqat nur va duo. Og'riq to'lqin keldi. Men ortada suzayotgan qayiqday o'zimni ushladim. Hamma tovushlar uzoqlashib, faqat ichki aytim, onalar aytimi qoladi. Zaynab, dedi doktor, bosamiz endi mana shunday. Men bosdim. Qonimdagidan boshqa butun kuchni yigib bosdim. Bir lahza dunyo yorildi. Va shu yorilganning ichidan tiniq, galaba to'la bir chinqiriq ko'kka ko'tarildi. Uyqudagi qum tikonlarini titratadigan, ko'ngilni yuvadigan chinqiriq. Ogil, dedi hamshira jilmayib. Sog'lom, kuchli.
Ko'zlarimga yosh kelib, lablarimning orasidan bitta so'z uchib chiqdi. Aqlboy. Norqobil qaddini bukib peshonamdan opdi. Uning yelkalari tutilib ketdi. U hech qachon shuncha yiglamagan. Men ham. Oglimni ko'kragimga qo'yishdi. Uning nafasida qovun-ko'chat hidi, tandir hidi, tomorqa hidi, hidim, duo hidim bor edi. U kichkina qo'li bilan barmoqlarimni mahkam ushlab oldi, go'yo men keldim deb. Yarim oylar soyasi shu on butunlay yengildi. Chunki men o'g'limning peshonasida to'liq oyni ko'rdim. U atigi bir tomchi ter, bir tomchi nur, bir tomchi hayot edi. Nikoh kechasiga o'xshab ism qo'yish katib bo'ldi. Qishloqning ulamosi kelib quloqiga azon aytib ismini 3 marta takrorladi. Aqlboy. 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 Odamlar amin dedi. Norqobilning yuzi nurga to'ldi. Odilbek bolani quchoqiga olib dumaloq ko'zlari bilan menga qaradi. Ona, men bugun to'liq otaman. Aysana, Hadicha kelin esa men bilan qo'lqa ushlandi. U ham yarimoq bilan telefonlardagi guruhlardan chiqib ketdi. Qishloq ayollariga grant deb aldanuvchi tischiyotlarni yopishga yordam beradi. Biz boshini hijolat bilan egib turgan laboratoriya hamshirasini ham kechirdik. U ko'p yurdi, sinib ketdi, lekin oxiri to'g'ri yo'lga chiqdi. Saodat opa tergov natijalarini e'lon qildi. Jamg'arma rahbarlari, ularning laboratoriyadagi sheriklari, ruxsatnoma muhrini sotgan amaldorlar barchasi javobgarlikka tortildi. Suv belgisi ultratovush tizimidagi yarim oysimon iz butun respublika bo'yicha ochirildi. Hamma klinikalarga yangi qoidalar kiritildi. Homiylik kontent emas, insoniylik. Shuhrat esa u to'liq bo'lib qoldi. O'z ismini tozalash uchun ichki nazoratda ishladi. Qishloqda yigitlarga qarzga kirib, nomusni sotmanglar deb ochiqchasiga dars berdi. U menga ko'pincha kirib, Aqlboyni ko'tarib maza qiladi. Men seni devor yonida payg'am berilganday ko'rganman, sen odatda bola emassan, deydi va kuladi. Endi esa payg'omi deb oskin. Bir kuni kechqurun Aqlboy uxlagach, uyimiz tomida Norqobil ikkimiz o'tirdik. Osmonda chindan ham to'liq oy. Uning yorug'i hovliga sutdek to'kilib turar, dolana barglari ham xotirjam qimirlar edi. Esingdami, dedi Norqobil, yulduzli tunda o'ng tomonni ko'r degan tushim. Esimdan chiqmaydi, dedim jilmayib. O'sha o'ng tomon sen bo'lgan ekansan, Zaynab, dedi u, 20 yil yarim yashabmiz. Endi esa butunmiz. Men ro'molimni mahkam tugdim. O'zimni birinchi marta butun ayol, butun ona, butun yor, butun do'st deb his qildim. Yelkamdan yillar og'irligi emas, faqat nur yog'ildi. Norqobil, dedim men, agar yana odamlar kampir bolaning onasi bo'libdi deb g'iybat qilsachi. U kuldi. Qo'ysin. Ular ham bir kuni yarimdan to'liqqa o'tadi. Biz esa o'sha yo'lda ularga chiroq bo'lamiz. Men bosh irgadim. Qishloq tomorqalaridan shamol chit etdi. To'liq oy ostida Aqlboyning beshigi yengil tebrandi. Uning nafasida ham dub-dub hali bor, hayotning kichkina, lekin eng yuksak qoshigi. Shu payt telefonimda Saodat opadan xabar keldi, ish tugadi. Oxirgi hukm ham chiqdi. Sizlarga bitta tadbir taklif qilamiz. Yangi klinikada onalar ovozi xonasini ochamiz. Birinchi so'z sizniki. Men bir lahza o'yladim, son yozdim. Mayli, lekin shart, kamera odamlik uchun, kontent uchun emas. Ertasi kun klinikaga bordik. Onalar ovozi xonasining devorida bitta katta aylana chizilgan, oq. Uning ostida mayda yozuv. Yarimdan to'liqqa. Men mikrofon oldiga bordim. Haligi yillar davomida ichimda jim o'tirgan hikoya endi o'zimning ovozim bilan chiqdi. Ismim Zaynab. Men 20 yil bola ko'rmadim, keyin Xudo ogil berdi. Yo'limizda yarim soyalar ko'p bo'ldi. Lekin har bir soyadan nur kuchliroq ekan. Men hozir kontent emasman, mo'jiza ham emasman, men onaman. Va men bilaman, kimdir sizdan ismingizni so'rar, brend qilishni istar. Qo'rqmang.
Qorningizdagi dub-dub dunyoning eng jonli dalilidir. Sozingizni ozingiz ayting. Hech kimga yarim oy bo'lib qolmang, toliq bo'ling. Zalda sukut. Keyin shovqinli olqish emas, mayin ammo uzun amin yangradi. Vaqt o'tdi. Aqlboy tillari yechildi. Ota, ona, dilbar, bori, oy. Ayniqsa oyni yaxshi ko'radi. Har oyning tolishida u hovliga chiqib qo'lini ko'ksiga qo'yadi. Oyi toliq, deydi chaqnab. Men kulaman, ha, bolam, toliq. Bir kuni u kutilmaganda so'radi. Oyi, yarim oy yomonmi? Men o'yladimda javob berdim. Yarim oy ham yomon emas, bolam. U toliq bo'lishga yo'lda turgan oy. Asosiysi, yo. U boshini qimirlatdi. Demak, hamma oy toliq bo'ladi. Ha, dedim. Agar nuri so'nmasa. U keldi-ketdi qadamlar bilan beshikka bordi. Beshikni bir maromda tebratdi. Dub-dub o'rnini endi uning kichkina ovozi oldi. Uxla, aqlboy, oy yulduz senga qarab turibdi. Men ko'zlarimni yumdim. Shu kuy men uchun eng katta filmning eng oxirgi kadriga o'xshadi. Qishloq osmoni, toliq oy, muloyim shamol, homila bo'lgan bola, bagrimdagi jon, uyimdagi nur. Orqada esa bir paytlar biznes, loyiha, siz yashay olmaydigan jamg'arma binosining peshtoqidagi yarim oy belgisi olib tashlangan, o'rniga hech narsa qo'yilmagan, osmonning o'zi yetarli. Hayot davom etdi. Men esa har tong tandir oldida non yopayotib, bir paytlar hushidan ketib yiqilgan ayol emas, qaddini tik tutgan onaga aylanib ketganimni his qildim. Qornimdagi chandiq, jangning izlari, ko'nglimdagi dars esa soddaroq, mo'jiza, kimningdir sahnasi emas, o'z ovozingni saqlash. Shunday qilib, bizning hikoyamiz yarimdan toliqqa aylangan oy kabi tugadi, sekin ammo ravshan. Va har kecha men derazadan oyga qarab, o'g'limning peshonasini silayman. Aqlboy, sen tugilganingda dunyo bir zum jimib qoldi. Endi har dub-dub ing bilan uni yangidan uyg'ot. Toliq oy sutdek yogiladi. Men ro'molimni mahkam tugib, dilimda bitta so'zni takrorlayman. Shukr.